Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizor görüşler. Bu haftalik İstiqlal haberleri programımızı görüşünlerini kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqun. Xitayda çöküp ketken paraxotda ölgenlerinin sani 65'e yetdi. Xitayda 6. ayının 1. günü Changjiang deryasida 458 adam o'ldirgan yo'lovchilar paraxoti çöküp ketib, hozirgacha 65 adamning jasadi topildi. 377 adamning izdirigi yo'q. Yo'lovchilarning oilalari urug' tuqqanlarining xabarini ololmasdan, aksicha qurolliq saqchilarning to'sib elishiga uchragan. Xitoyda cho'kib ketgan paraxotda o'lganlar soni 65 ga yetdi. Yana 377 adamning izdirigi yo'q. Xitoyda 6. ayning 1. kuni Changjiang deryasida 458 adam o'ldirgan yo'lovchilar paraxoti cho'kib ketib, 6. ayning 4. kuni atigan soat 8 gacha 65 adamning jasadi topildi. 14 adam hayot qutqizib olindi. Qolgan 377 nafar adamning izdirigi yo'q. Bu paraxotda o'ltirgan nurg'un yo'lovchilarning oila tavobiyotlari paraxot cho'kib ketgan Lanli nahiyasiga kelgan. Lekin ular tuqqanlarining xabarini ololmasdan, aksicha qurolliq saqchilarning to'sib elishiga uchragan. 6. ayning 4. kuni Hong Kong Mingbao gazetining muxbiri voqea yuz berib, 10 necha soatdan keyin qutqizib olingan sayohat yetakchisini yo'qlab borgan. Lekin naq maydonga borgandan keyin Xitoy doiralarining u kishini qattiq ehtiyot bilan o'rinlashtirib qo'yganligini, kasal uyga kirish uchun amonlik saqlovchilarning tekshirishidan o'tish kerakligini, lekin amonlik saqlovchilarning yuqorining o'rinlashtirishi bor deb muxbirlarni kirgizmaydiganligini bayqagan. Voqea yuz bergan naq maydonga qattiq qamal qilingan bo'lib, muxbirlar qatmuqat to'saqlarga uchragan. Eng ko'p yordar qabul qilgan Lanli nahiyalik xalq doktorxonasidami ahvol o'xshash bo'lib, 10 nafar yordar o'rinlashgan qavat butunlay qamal qilingan. Lanli nahiyalik dafni idorasimi saqchi va qurolliq saqchilar bilan qo'rshalgan. Yo'lovchilarning oilalari doirlardan qutqizib olinganlarning va qazoga uchirganlarning ismligini oshkorlashni talab qilgan bo'lsa-mu, lekin haqiqiy ahvolni bilolmagan. Shuning bilan bir vaqtda paraxotning cho'kib ketish sababiga bo'lgan gumonlar bargan sari kuchaymoqda. Obama Xitoyni ogohlantirdi. Amerika prezidenti Obama Xitoyni xalqaro mezonlarga rioya qilishga chaqirdi va Janubiy Xitoy dengizidagi talash tortishning Osiyoning gullanishiga ziyonli ekanligini ogohlantirdi. Aqsarayda Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlaridan kelgan yosh rahbarlar bilan muzokara elib berayotgan Amerika prezidenti Obama Xitoyni xalqaro mezonlarga rioya qilishga chaqirdi va Janubiy Xitoy dengizidagi talash tortishning Osiyoning gullanishiga ziyonli ekanligini ogohlantirdi. U balkim Xitoyning bir qism egilik huquq talablari yo'lliq bo'lishi mumkin, lekin shunday bo'lgan taqdirda zo'ravonlik orqali maqsadiga yetmasligi kerak dedi. Bu Amerika prezidenti Obamaning Janubiy Xitoy dengizidagi dengiz tindirib orol yasash keltirib chiqargan talash tortishlarga tunji qatim ochiq ifoda bildirib, Xitoyni xalqaro mezonlarga rioya qilishga chaqirishi hisoblandi. Singapurda ochilgan Osiyo xavfsizlik yig'ini amdila oxirlashganda Aqsarayda Sharqiy Janubiy Osiyo davlatlaridan kelgan yosh rahbarlar bilan muzokara elib berayotgan Obama yig'in ko'ngil bilgan Janubiy Xitoy dengizi talash tortishiga bo'lgan ko'z qarashini ifodalab so'z qildi. U ogohlantirib, agar xalqaro mezonlarni qayirib qo'yib, bir davlatning amaliy kuchi, hatto dengiz armiyasining kuchiga tayinib, egilik huquq talab qilinsa, Osiyoning gullanishi ziyonga uchraydi dedi. Amerika davlat mudofaa ministri Carter Singapurda ochilgan Osiyo xavfsizlik yig'inida Xitoydan dengiz tindirib orol yasash qurilishini darhol va mangulik to'xtatishni talab qildi. Obama Osiyo rayonidagi har qanday hujum xarakterlik usul bilan talash tortishni hal qilishning hammasi aktiv unum bermaydi, balki dal aksicha bo'lib chiqadi deb ko'rsatdi va Xitoyni bu rayondagi ig'vogarchilik faoliyatlarini to'xtatishga chaqirdi. İstanbul'un fethi qilinganligining 562 yilligi dag'dug'uluq tabriklandi. 2015 yılı 5. ayning 30 kuni İstanbul'un fethi qilinganligining 562 yilligini xotirlash murosimi dag'dug'uluq o'tkazildi. Murosimga 2 millionga yaqin kishining qatnashganligi mo'ljallanadi. 2015 yılı 5. ayning 30 kuni İstanbul'un fethi qilinganligining 562 yilligini xotirlash murosimi o'tkazildi. Murosimga 2 milliondan ko'p kishining qatnashganligi mo'ljallangan bo'lib, bu katta murosimga Turkiya Cumhuriyeti raisi Recep Tayyip Erdoğan, bosh minister Ahmet Davutoğlu, Turkiya Büyük Millet Meclisi boshlig'i Jamil Chechak va ko'plagan ministrlar qadam tashrif qildi.
Murosimda so'z qilgan Erdo'g'an so'zining beshidala Qur'oni Karimdagi Fatih surasining 5-ni va Istanbulning fath qilinganligining beshorati berilgan hadisni arabcha o'qidi. İnna fetahna leke fethan mubina. İstanbulni fath qilgan Fatih Sultan Muhammad Xon va uning qo'shinini aslab o'tdi va ulardan rozi ekanligini, Rabbimizning ulardan rozi bo'lishini tiladi. U sana yurakdan salom yo'llayman shaharlarning onasi Istanbul dedi va sura Fatihning biz sana haqiqatan ro'shan g'alaba ato qildik. Allah sana kuchlik yordam beradi degan oyatini va Konstantiniya hamon bir kuni fath qilinadi. Uni fath qilgan qo'mondan nima degan yaxshi qo'mondan, uni fath qilgan qo'shin nima degan yaxshi qo'shin degan hadisni arabcha o'qidi va tarjimasini qildi. Arqadan Fatihning 562-yillik xotirasi muborak bo'lsin. Alloh uni fath qilgan qo'mondandan rozi bo'lsin. Alloh uni fath qilgan qo'shindan rozi bo'lsin. Ya Rabbim, sen bu aziz shaharni qo'g'da. Bu aziz shaharning munorlarini azonsiz tashlab qo'yma. Bu aziz shaharning mihroblarini sajdasiz tashlab qo'yma. Bu shaharning masjidlarini jamoatsiz tashlab qo'yma deb duo qildi. U bu shaharni azon va namozga uchrashtirgan Fatih Sultan Muhammaddir. Bu shaharning aholisini musulmon qilgan Fatihning dilida iymon, yuzida sajda, qalbida iymon bo'lgan qo'shinidir. Biz Fatih Sultan Muhammad Xondan va uning qo'shinidan rozimiz ya Rabbim. Bu buyuk zafarlardan, aziz shahidlardan senmi rozi bo'l ya Rabbim. U go'zal qo'shindan senmi rozi bo'l ya Rabbim. Koni davrning darvozasini taqab, yangi davr ochgan vayrona qorong'u bir davrni madaniyat nuri bilan uchrashtirgan Fatih Sultandan senmi rozi bo'l ya Rabbim deb Fatih Sultan Muhammad Xon va uning qo'shiniga atab duo qildi. U Istanbul faqat shahidlarning qonlari bilan emas, shahidlarning badallari bilan qurilgan shahardir. Istanbulning fathisida shahid bo'lgan askarlar Fatihning amiri bilan qonlari to'kilgan yerga dafn qilindi. Bugun Rumali sepilidan Oqsaroygacha bo'lgan butun yo'llar, butun o'rmonlar shahid badallariga sahibxonlik qilmoqda dedi. İstanbulning bugungi nurg'un yer nomlarining shaharning fath qilinishida vazifa o'tagan qo'mondonlarning ism bilan atalganligini tilga olgan Erdo'g'an bu shahardagi nurg'un joylarning fathining yodikorliklari ekanligini aytib o'tdi. U yana biz Rabbimizning huzurida shundoq va'da beramizki, bu shaharga yotlarning qo'l uzatishiga asla yo'l qo'ymaymiz. A'zolarimizga til tekkizganlarga asla fursat bermaymiz. Fatihni va tug'imizni hargiz yerga tushirmaymiz. Shahidlarimizning va g'ozilarimizning ruhini hargiz qo'rindirmaymiz. Bu ishiq, bu ishonch bilan bu yo'limizga davom qilamiz. İstanbulning yuragida 562 yildan buyon yongan fatih nurini o'chirmoqchi bo'lganlarga maydonni tashlab bermaymiz. Bu davlatni, bu millatni parchalash uchun har tarafga chapqanlarga hargiz yo'l bermaymiz dedi. Erdo'g'an bu yig'ilishda 40 minutdan ortiq so'z qilgan bo'lib, uning so'zlarining tafsilotini istiqlol to'rimizdan ko'rib olasizlar. Fetih hicrettir. İki cihan serverine Hazreti Ebu Bekir sadakatiyle yoldaşlık etmektir. Fetih Mekke'dir. Allah'ın yeryüzündeki evi olan Kabe'yi tüm putlardan temizlemektir. Evdesensin, bizdensen, gönüldesin baştasın. Filippin prezidenti Xitoyning harakatlarini natsist Germaniyasiga o'xshatdi. Filippin prezidenti Aquino Xitoyning Janubiy dengizdagi harakatlari 2. Dunyo urushi mezgildagi natsist Germaniyasiga o'xshab qelyotidi dedi. Yaponiyada ziyorati bo'layotgan Filippin prezidenti Aquino chorshanba kuni Xitoy va 2. Dunyo urushi mezgildagi Germaniyani selishtirib, xalqaro jamiyatni Xitoyning Janubiy Xitoy dengizida elib berayotgan harakatlariga davomli sukut qilmaslikka ishorat qildi. Filippin prezidenti Aquino seshanba kuni Yaponiyaga 4 kunlik davlat ishlari ziyoratini boshlagan edi. Bu arada u Yaponiyadan Filippinning Xitoy Janubiy dengizida dengiz tindirib orol yasayotgan Xitoyga bo'lgan qarshi maydonni qo'llashni qo'lga keltirish uchun tirishdi. Uning ziyoratidan bir oy burun Filippin bilan Yaponiya tunji qatimliq birlashma harbiy manevrni o'tkazgan edi. U Yaponiyada so'zlagan nutqida Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi xalqaro suv yo'lida cho'ng tipdagi harbiy aeroplan qo'naladigan uchish yo'li yasash qurilishini o'z ichiga olgan holda elib berayotgan dengiz tindirib orol yasash planini aybladi.
Janubiy Xitoy dengizi yer sharidagi muhim dengiz qatnash yo'li bo'lib qolmasdan yana mol neft, tabiiy gaz qatorliq dengiz osti boyliqlariga ega. Xitoy bo'lsa butkul dengiz tavalligiga egilik huquqi borligini da'vo qiladi. Lekin Vyetnam, Filippin, Malayziya, Brunei, Tayvan qatorliqlarning bu rayonda egilik huquqi talabi bor. Xitoyning zuvani bo'lgan Xinhua Tori va Xalq Tori o'xshash maqola e'lon qilib, Akinoning bu qitimqi ziyaratining maqsadini bilish tas emas. U bu ziyarati orqali Yaponiya bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirish, Amerika va Yaponiya xavfsizlik hamkorligi kemasiga dastash orqali Janubiy dengizda manfaatga erishmoqchi degan. İstanbulda o'smir o'quvchilar uchun dag'dug'liq faoliyat o'tkazildi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyati qarmog'idagi Zaytinburnu va Safaköy Qur'on kurslari o'quvchilarining o'qish bitirish murosimi o'tkazildi. 2015 yılı 5. ayının 31. günü yakshanba İstanbul Küçükçekmece rayoni Halkali Madaniyat va San'at markazida Safaköy Sho'bi Qur'on kursi o'quvchilarining 2014-2015 o'qish yilidagi 1 yillik o'qishini Allohning rahmati va o'qituvchi ustozlari va ota-onalarining mehnati bilan muvaffaqiyatli tamomlaganligi munosabati bilan o'qish bitirish murosimi o'tkazildi. Faoliyatga Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining munosabatli mas'ullari, Qur'on kursining o'qituvchilari, o'qish bitirgan o'smirlarning ota-onalari va jamiyatdagi har soha kishilardan bo'lib, ko'p sondagi Uyg'ur va turklar qatnashdi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining Safaköy sho'bi raisi Anvar Qaraqash Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatiga vakolatan o'quvchilarning 1 yillik o'qishini g'alabalik tamomlaganligini tabrikladi va bu marosimga qadam tashrif qiluvchilarni qizg'in qarshi olganligini bildirdi. Arqadan sahna o'qish bitirgan o'quvchilarga berildi. Ular islom tarixi, islomiy adab axloq, ota-onalarga minnatdorlik bildirish, Uyg'ur tarixi va madaniyatini o'rganish qatorliq keng temalar asosida mo'l mazmunli nomerlarni o'rinladi. Oxirida jamiyat raisi Hidoyatullo O'g'izxon, bosh noziri Abdulhakimxon Maqsumajim va Safaköy sho'bi raisi Anvar Qarim o'qish bitirgan o'quvchilarni tabriklab mukofot buyumi tarqatib berdi. Bu faoliyatdan 2 kun keyin 6 ayning 2 kuni seshanba kech soat 6 dan 9:30 gacha Zaytinburnu Qur'on kursi o'quvchilarining o'qish bitirish marosimi İstanbul Zaytinburnu rayoni Kazlıchashma kultur markazida o'tkazildi. Bu marosimga Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon, bosh noziri Abdulhakimxon Maqsumajim boshliq barliq jamiyat a'zolari, o'qituvchi ustozlar, o'qish bitirgan o'smirlarning ota-onalari va jamiyatdagi har soha kishilardan bo'lib, ko'p sondagi Uyg'ur va turklar qatnashdi. Murosim Qur'on tilovati va Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxonning tabrik so'zi bilan boshlandi. U so'zda o'qish bitirgan o'smirlarni va ularning ota-onalarini tabrikladi va murosimga qadam tashrif qilgan barliq kishilarni qarshi olganligini bildirdi. Arqadan sahna o'qish bitirgan o'smirlarga berildi. Ular quyuq diniy va milliy tus olgan kiyim-kechaklari bilan murosimga yuqori kayfiyat berdi. Ular o'qish bitirganligiga bo'lgan g'olibiyat tuyg'usi, o'ziga bo'lgan ishonch, ota-ona va o'qituvchi ustozlarga bo'lgan minnatdorlik, vatan millatga bo'lgan iftixorlikni ifodalaydigan mo'l mazmunli san'at nomerlarini ko'rsatdi. Faoliyat oxirida jamiyat raisi Hidoyatullo O'g'izxon, bosh nozir Abdulhakimxon Maqsumajim va jamoat arbobi Abduqodir Yapchan o'qish bitirgan o'smirlarni tabriklab va ularni rag'batlantirib mukofot tarqatib berdi. Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining qarmog'ida ta'sis qilingan yaslilar İstanbulda yashayotgan Uyg'urlarning shundaqla yerlik turklarning farzandlarini tarbiyalash ehtiyojini ma'lum darajada qondirib kelmoqda. Bir evlat pir olsa da anneye muhtaç imiş. Bir evlat Qaraqash nahiyasida Xitoyga qarshi fidoilik hujum elib berildi. Sharq Turkistonning Xotan viloyatining Qaraqash nahiyasi Zavo yezisi Oqo'ston kentida 6 nafar Uyg'ur fidoi Xitoy tajovuzchilarining charlash elib berayotgan saqchilarga qarata o'zlari yasagan portlatqich bomba bilan hujum qilgan. Sharq Turkistonning Xotan viloyatining Qaraqash nahiyasi Zavo yezisi Oqo'ston kentida 6 nafar Uyg'ur fidoi Xitoy tajovuzchilarining charlash elib berayotgan saqchilarga qarata o'zlari yasagan portlatqich bomba bilan hujum qilgan. Hujum jarayonida 2 nafar Uyg'ur fidoi Xitoy saqchilar tomonidan shahid qilingan. Qolgan 4 nafar Uyg'ur fidoi bexatar joyga chekingan. Vaqadan keyin Xitoy tajovuzchilar tavallikdagi butun dehqonlarni majburiy fidoilarni tutqun qilish uchun charlashga salgan. Shu kuni sahardan boshlab Qaraqash noyalik partikom va Zavo yezlik partikomning buyrug'i bilan har qaysi kanit sekretarlari Zavo yezidagi butun ommani majburiy safarbar qilgan. Doirlar shuncha ko'p omma va harbiy saqchilarni ishga silib 25-maydagi hujum voqeasida hayot qolgan va texshi yushirinib yurgan 4 nafar fidoini qo'rchab tutish harakati elib borgan.
Egallanishicha, bu qitimliq qorshab tutish harakatiga Zavo yezisidagi 60 mingga yaqin omma harakatlantirilgan. Qorshab tutish harakatiga og'riq kishilar, yashanganlar va ayol bolalardan boshqa 18 yoshdan yuqori 60 yoshdan tuvan erlarning hammasi majburiy qatnashtirilgan. Bu qitimliq qorshab tutish harakati Zavo yezisi tavasida umumyuzlik elib berilgan bo'lib, asosliqi dehqonlarning ho'yla aramlari, bog' va o'rmonlari, etiz eriqlari, shundaqla bug'doyliq va qo'noqliqlari aqtirilgan. Necha 10 minglagan ommaning iz besib izlishi jarayonida yezi tavasidagi ziroatlar eg'ir vayronchilik uchirgan. Etiz ishlari bilan aldirish bo'layotgan dehqonlar haftalab uylariga qaytalmagan. Ularga hech qanday to'lam va haq berilmagan. İzdab tutish harakatiga qatnashishdan bosh tortgan kishilar gumonliq, siyosiy masalasi bor yoki terrorchilar bilan tili bir degandek qalbaqlar bilan soqchixonaga elib ketilgan. 4 nafar fidoining oilasi joylashgan Egizeriq, Boshaqchi va To'g'ya kentlaridagi ziroatlar izdab tutish davomida butunlay vayron qilib etilgan. Fidoilarning oilasidagilar bilan urug' tuqqanlari bu harakatga qatnashishni rad qilg'achqa soqchixonaga so'lab qo'yilgan. Qechib yurgan 4 nafar fidoining 2 nafarining ismi Abdurahmon Abduxelil va Nabi Abdullah bo'lib, qolgan ikkisining ismi noma'lum ekan. Ularning tutilgan yoki tutilmaganligi, shundaqla etib tashlanganligi yoki hayot ekanligi haqida hozirgacha ma'lumot yo'q. Sharq Turkiston tashviqot markazining xabar qilishicha, 6 nafar fidoi Xitoyning chorlug'uchi soqchilariga o'zi yasagan bomba bilan hujum qilgan bo'lib, hujumda Xitoy soqchilari va g'alchilaridan bo'lib, taxminan 30-40 tak odam o'lgan. Fidoilarning 4 nafari shahid bo'lib, 2 nafari qochib ketgan. Hindiston Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridorini qabul qilmaydiganligini bildirdi. Hindiston bilan Pokiston o'rtasida 46 milliard Amerika dollarlik Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori to'g'risida talash-tartish yuz berdi. Hindiston bilan Pokiston o'rtasida 46 milliard Amerika dollarlik Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridori to'g'riliq talash-tartish yuz berdi. Hindiston tashqi ishlar ministri Swaraj yakshanba kuni Bosh minister Narendra Modi Beijing ziyorati jarayonida Xitoy bilan Pokiston orasidagi iqtisodiy koridorni tilga oldi hamda ularga buning qabul qilinmaydiganligini aytdi dedi. U muxbirlarni kutib olish yig'inida hukumatning Xitoyning bosh elchisini Pokiston kontrolidagi Kashmir rayonidan o'tadigan 46 milliard Amerika dollarlik iqtisodiy koridor masalasi to'g'riliq chaqirtganligini, Hindistonning Beijing turishliq bosh konsulining bu masalani o'tirg'a qo'yganligini aytdi. Xitoy raisi Shi Jinping aprelda Pokiston ziyorati jarayonida Xitoyning Sharq Turkiston va Pokiston orqali Arab dengiziga tutashtiradigan 3000 kilometrlik bu iqtisod koridor planini e'lon qilgan edi. Pokiston bosh ministri Nawaz Sharifning tashqi ishlar va xavfsizlik maslahatchisi Sartaj Aziz yakshanba kuni Pokistonning dushmanlari Xitoy-Pokiston iqtisodiy koridoriga buzg'unchilik qila olmaydi dedi. Hong Kongda Xitoyga qarshi namoyish. Yerlik Hong Kongliklar "Men Jungolik emas" degan plakatni ko'tarib namoyish qildi. Hong Kongda Xitoyga qarshi norozilik borgan sari kuchaymoqda. Yerlik Hong Kongliklar "Men Jungolik emas" degan plakatni ko'tarib namoyish qildi. Yerlik Hong Kongliklar shanba kuni namoyish o'tkazdi. Namoyishchilar "Men Jungolik emas" degan plakatlarni ko'tarib, demokratiya iqimidagilardan siyosiy islohot loyihasini qabul qilmaslikni, Xinjiangga berib Beijing amaldorlari bilan ko'rishmaslikni talab qildi. 30 may yerlik Hong Kongliklar o'ttira aylanma yo'lda 2017-yili yerliklar g'alaba qildi namoyishi o'tkazdi. Namoyishchilar Xitoy Kompartiyasiga, alohida ma'muriy rayonning bosh ma'muri Liang Jianyingga va soqchilarga qarshi yuqori ovozda namoyishda bo'ldi. Shundaqla "Men Jungolik emas" degan plakatlarni ko'tarib, demokratiya iqimidagilardan siyosiy islohot loyihasini rad qilishni talab qildi. Alma gazetining xabar qilishicha, namoyishchilar yana Hong Kong demokratiya iqimidagi qonun turg'izish kengashi a'zolarining yakshanba kuni Xinjiangga berib, Beijingdan kelgan amaldorlar bilan ko'rishmaslikni talab qildi. Namoyishchilarning bayonotchisi Liu Yingquang saylamda cho'qim aholilar nomzod ko'rsatishi kerakligini, pat arada saylanadigan bosh ma'murga faqat Hong Kongliklar mas'ul bo'lganligini, aksicha Xitoy Kompartiyasi mas'ul bo'lmaydiganligini bildirdi. U yana agar markazning samimiyati bo'lsa, cho'qim Hong Kongga kelib, Hong Kongliklarga yuzlanishi lozim dedi. Yana bir tarafdan Hong Kongda Xitoyga qarshi norozilik borgan sari kuchaymoqda. Gerçi Xitoyning Hong Kongni qaytirib olganligiga 18 yil bo'lgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy bilan Hong Kong orasidagi ziddiyat borgan sari keskinlashmoqda. Hong Kongliklarning Xitoydan ayrilib mustaqil bo'lish talabi kuchaymoqda. Xitoy fuqarolari Hong Kongga berish uchun yo'l yurish guvohnomasi olishga majbur bo'lganligidan og'rinsa, Hong Kongliklar Hong Kongni Hong Kongliklar idora qilish degan go'zal shuarning yo'qolib ketayotganligidan og'rinmoqda. Hong Kong alohida ma'muriy rayon hukumati 6-oyning 2 kuni qonun turg'izish kengashiga uqtirish qilib, 17-iyun qonun turg'izish kengashiga Beijing o'ttirg'a qo'ygan siyosiy islohot loyihasini topshirganligini bildirdi. Bu loyiha bo'yicha 2017-yildagi saylamda Hong Kongning bosh ma'mur nomzodini Beijing bekitib berdi.
Sharq Turkiston masalasi xalqaro islom olimlari yig'inida kun tartibga kirgizildi. 6-oyning 1-kuni Dunyo ahli sunnat olimlari uyushmasi İstanbul shahridagi Retaj mehmonxonasining yig'in zalida uyushtirgan bayonot e'lon qilish yig'inida Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining bosh naziri diniy olim Abdul Hakim Xon Maqsumajim Sharq Turkiston masalasi to'g'risida doklad berdi va muxbirlarning bu vaqtdagi ziyoratini qabul qildi. 6-oyning 1-kuni Dunyo ahli sunnat olimlari uyushmasi İstanbul shahridagi Retaj mehmonxonasining yig'in zalida uyushtirgan bayonot e'lon qilish yig'inida Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining bosh naziri diniy olim Abdul Hakim Xon Maqsumajim Sharq Turkiston masalasi to'g'risida doklad berdi va muxbirlarning bu vaqtdagi ziyoratini qabul qildi. Dunyo ahli sunnat olimlari uyushmasi Misrdagi harbiy siyosiy o'zgarish orqali tunji xalq tarafidan saylangan prezidentni ag'dirib tashlab, hokimiyat beshiga chiqqan Sisining jinoyatlariga Mursi va Musulmon qarindoshlar tashkilotining boshqa a'zolariga o'lim jazosi berganligiga qarshi bayonot e'lon qilish yig'ini ochdi. Bu yig'inga Sharq Turkiston olimlariga vakolatan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining bosh naziri ustoz Abdul Hakim Xon Maqsumajim qatnashdi va doklad berdi. Shundaqla jamiyatning raisi Hidoyatullo O'g'izxon va jamoat arbobi Abduqodir Yapjanmo Uyg'urlarga vakolatan bu yig'in qatnashdi. Abdul Hakim Xon Maqsumajim yig'inda zulm mayli qayerda bo'lsin, zolimning hamon zolim, mazlumning hamon mazlum ekanligini, zolimlarga qarshi e'lon qilingan bu tinchlik bayonotini qo'llaydiganligini bildirdi. Abdul Hakim Xon Maqsumajim Sharq Turkistonning Xitoy ishg'oli ostidagi ichinishlik ahvoli, mazlum Sharq Turkiston xalqi real hayotda duch kelayotgan diniy cheklama va bostirishlar haqida doklad berdi. U dokladida Sharq Turkiston musulmonlarining Falastin va Arakan musulmonlariga o'xshashla, hatto uningdanmi ig'ir zulm ichida ekanligini, Sharq Turkiston musulmonlari boshqa zulmga uchragan rayonlardagi musulmonlarga o'xshash islom dunyosining hissashligi va yordamiga muhtoj ekanligini o'tirg'a qo'ydi. Doklad berib bo'lgandan keyin Abdul Hakim Xon Maqsumajim xalqaro axborot agentligining ziyoratini qabul qildi. U muxbirning Uyg'urlar va Xitoy zulmi haqida so'ragan savollarga javob berdi. Bu vaqtda ziyoratimizni qabul qilgan Abdul Hakim Xon Maqsumajim Sharq Turkiston masalasining islom olimlarining xalqaro yig'inida kun tartibga kirgizilishining muhim ahamiyatga ega ekanligini, buning islom dunyosiga Sharq Turkistondagi Xitoy zulmini va Sharq Turkiston xalqining ovozini anglatadigan yaxshi fursat ekanligini bildirdi. Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati dala faoliyati elib bordi. 5-oyning 31-kuni Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining o'rinlashtirishi barliq jamiyat a'zolarining ishtirok qilishi bilan dala faoliyati elib berildi. 5-oyning 31-kuni yakshanba Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining o'rinlashtirishi barliq jamiyat a'zolarining ishtirok qilishi bilan İstanbulning Küçükçekmece rayonidagi dengiz sahilida dala faoliyati elib berildi. Jamiyat qurilganligining 9 yillik munosabati va jamiyat a'zolari orasidagi do'stlik va tushunishni ilgari surish, aloqani kuchaytirish, jamiyat a'zolariga o'zlarining vazifa nishonlarini aslatish, yozning illiq havosida islomiy jamoatlashishning huzurini his qildirish maqsadida elib berilgan dala faoliyatiga Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon, bosh naziri Abdul Hakim Xon Maqsumajim, bosh kotibi Ablat Abdurahmon qatorliqlarning boshchiligida jamiyatga qarashliq barliq o'quv-o'qitish, nashriyot, tashviqot va ijtimoiy ishlar o'rinlarining rahbarlari va a'zolari qatnashdi. Jamiyat raisi Hidoyatullo O'g'izxon bizning hozir ikki yo'lning birini tanlaydigan halqiliq bosqichda turayotganligimizni, bu ikki yo'lning birining ishg'ol ostidagi Sharq Turkiston va mazlum Sharq Turkiston xalqi uchun qo'limizdan kelgan imkoniyatlar bilan xizmat qiladigan istiqbol yo'li ekanligi, yana birining bo'lsa o'zimizning hijrat qilishdagi nishon g'oyalarimizni unutib, dunyo hayotiga aldinib yashaydigan zalolat yo'li ekanligini eskartdi va barliq jamiyat a'zolarini texmo irodalik va himmatlik bo'lib aktiv xizmat qilishga chaqirdi. Hidoyatullo O'g'izxon bu yil Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati qurilganligiga 9 yil bo'lganligini, bu jamiyatning faqat o'quv-o'qitish yoki xayr-saxovat bilan cheklanib qolgan bir tashkilot emasligini, aksicha Sharq Turkistonda yildiz tortib, Xitoy zulmiga qarshi islomiy kurash elib borgan, keyin chet ellarga hijrat qilgan pishqadam ustozlarning chet ellardagi bir mazgillik kurash hayotini boshdan kechirib, tajribalarni yakunlash asosida qurib chiqqan Sharq Turkiston va Sharq Turkiston musulmonlari uchun qo'lidan kelgan barliq imkoniyatlari bilan xizmat qiladigan tashkilot ekanligini tunishtirib o'tdi. Ma'rif jamiyati qurilgani shu 6-oyda 9 yil, to'liq 9 yil bo'libdi. Hidoyatullo O'g'izxonning so'zi oxirlashgandan keyin muhojiratdagi Uyg'urlar orasida ko'z ko'ringan diniy olimlardan biri bo'lgan Ibrohim Damollam so'z qildi. Abdul Hakim Xon Maqsumajim hammamizning o'rtaq fikrda birlikka kelib, o'rinsiz ixtiloflardan saqlanib, har sohadagi xizmatlarni Alloh rizosi uchun xolis qilishga tavsiya qildi. Faoliyat intayin jonliq va ko'tarangu kayfiyat ichida davomlashdi
va jamiyatning ijtimoiy ishlarga mas'ul muavin raisi Abdulkarim Kucharning duo qilib berishi bilan oxirlashdi. İjtihatliq tarixchi To'xti Muzatning sirliq o'limi inkas qo'zg'adi. İjtihatliq tarixchi ko'zga ko'ringan ziyoli To'xti Muzat 2015-yili 5-29-kuni yurak kasali bilan Beijingda vafot bo'lganligi e'lon qilingandan keyin uning tuyuqsiz sirliq o'limi jiddiy g'ulg'ula qo'zg'adi. 2015-yili 29-may kuni ijtihatliq tarixchi To'xti Muzatning yurak kasali bilan tuyuqsiz vafot bo'lganligi xabari tarqaldi. 1998-yili Xitoy doiralari tomonidan davlat maxfiyatligini o'g'irlash jinoyati bilan tutqun qilinib 12 yillik qamoqqa hukm qilingan va keyin qo'yib berilgandan keyin Yaponiyaga chiqib oilasi bilan jam bo'lishiga yo'l qo'yilmagan Uyg'ur tarixchisi To'xti Muzatning o'limi xabari uni yaqindan bildigan Uyg'urlarni ichindirdi va qayg'uga soldi. Amdila 52 yoshga kirgan tarixchi To'xti Muzatning vaqtsiz o'limi Uyg'urlarni qattiq ichindirdi va qayg'uga soldi. Navbatda Facebook, Undidar qatorliq ijtimoiy aloqa torlari va Uyg'ur diyori va sirtidagi Uyg'urcha to'r bekatlaridagi munozirlarda marhumning Uyg'ur tarixiga oid tadqiqot maqolalari, kitoblari aslab o'tilgandan boshqa, marhumning tuyuqsiz o'limi va uning yurak kasali bilan vafot bo'lishiga qarata har xil farazlar o'ttirg'i chiqmoqda. Chet ellardagi Uyg'ur ziyolilaridan Shveysariyadagi doktor Abdushkur Abdurashid apandi va Amerika Indiana universitetida tarix fanlari doktorlik kasbida o'qiyotgan Qurbon Niyoz apandilar Erkin Asiyo radiosining ziyoratini qabul qilib, marhum To'xti Muzatning yurak kasali bilan vaqtsiz o'lishiga, uning 10 necha yillik turma hayoti va qo'yib berilgandan keyin Yaponiyadagi oilasi bilan jam bo'lishiga yo'l qo'yilmay, ig'ir ta'qib ostida yashashga majbur bo'lishi sabab bo'lganligini ilgari surdi. 2012-yili yoz faslida yurtiga tuqqan yo'qlashga borganida marhum tarixchi To'xti Muzat bilan oxirgi qitim ko'rishish fursatiga erishgan Shveysariyadagi doktor Abdushkur Abdurashid apandi ayni chog'da marhum bilan bo'lgan suhbatni aslab, To'xti Muzatning uningga o'zining turmadan qo'yib berilgandan keyin qaytadan tarixiy tadqiqot fursatiga erishgan bo'lsa-mu, ammo o'z ahvolidan rozi emasligini bildirganligini bayon qilib, turmadan qo'yib berilgandan keyin davomli besim va ta'qib qilish ichida tadqiqot elib berishga majbur bo'lgan marhumning ziyoda qattiq ishlash va ig'ir ruhiy besim ichida yashashi uning o'z tadqiqot natijalari va kitoblarini tamomlashga ulgura olmay, yosh turibla oramizdan ketishiga sabab bo'lganligini ta'kidladi. Navbatda Amerikaning Indiana universitetida tarix fanlari doktorlik kasbida o'qiyotgan Qurbon Niyoz apandi 1998-yili To'xti Muzat apandi tutqun qilingandan keyin To'xti Muzatni material bilan ta'minlagan degan gumon bilan 70 kun tutqun qilinib so'roq qilingan. Qo'yib berilgandan keyin har xil besim va tanqidlarga uchraganligi uchun oxiri chet elga chiqib ketishga majbur bo'lgan. Qurbon apandi ayni chog'dagi ahvollarni aslab, To'xti Muzat apandiga berilgan materialning amaliyotda 1944-yildagi Sharq Turkiston milliy inqilobiga doir materiallarning tadqiqotchilar uchun oshkora ko'rishga bo'lgan materiallar ekanligini, ammo doirlarning To'xti Muzat apandini yanada nohaq holda 12 yillik qamoqqa hukm qilishi Xitoyda Uyg'ur ziyolilarining har vaqt xavf ichida yashaydiganligini va ularning erkin tadqiqot elib berish imkoniyatining yo'qligini, To'xti Muzat apandining yurak kasali giribtor bo'lib, vaqtsiz o'lishi bu haqiqatni isbotlaganligini bildirdi. Yaponiyalik Sato apandi To'xti Muzat vafot bo'lib 2 soatdan keyin doirlar uning tuqqanlariga besim qilib, jasadni shu kuni yerlikka qo'yib o'tishni buyurganligini. Ammo Beijingdagi bir qism To'xtini tunuydigan Uyg'ur tijoratchilari uning jasadini shu kuni aeroplan bilan To'xtining yurtiga elib ketishni o'rinlashtirgan bo'lsa-mu, doirlar bu taklifga qo'shilmagan va shundaqla uning urug' tuqqanlariga besim qilib, xizmat ishlab Beijingda yerlikka qo'yishga ularni ko'ndirganligi haqida anglaganlarini bayon qilgan. Sato apandi yana doirlarning bir xil andishi ichida To'xtining yurak kasali bilan o'lganligi haqidagi isbot qog'ozini 2 soat ichida doktorxonadan noit tezlik bilan elib kelganligi atrofdagi Uyg'urlarning gumonini texmi bakrak qo'zg'ab qo'yganligini bildirdi. 30-may tushdan keyin soat 2 da Beijingdagi Xuyzu masjidida To'xti Muzatning mayit namozi o'qilgan bo'lsa-mu, ammo masjid atrofi puxroch kiyingan maxfiy soqchilar bilan to'lib ketganligi, doirlarda To'xtining jasadini yerlikka qo'yg'uchi bo'lgan orliqda bir xil jiddiylik va andisha alomatlarining ko'rilganligini, To'xtining mayitini uzatish gruppasidagi ba'zi bir Uyg'urlar bu vaqtda o'zining yaqinlariga aytganligini ilgari surdi. Shundaqla Sato apandi To'xtining mayit namoziga Beijingdagi Uyg'ur o'quvchilarining va tijoratchilarning qatnashishining cheklanganligini bildirdi. Tojikiston Uyg'urlarni Xitoyga qaytarib berishga qo'shildi. Tojikiston o'z davlatida tutilgan Uyg'urlarni Xitoy bilan imzolangan jinoyatchilarni qaytarib berish kelishimiga asosan qaytarib berishga qo'shilganligini bildirdi.
Tojikiston o'z davlatida tutilgan Uyg'urlarni Xitoy bilan imzolangan jinoyatchilarni qaytarib berish kelishimiga asosan qaytarib berishga qo'shilganligini bildirdi. BBC O'zbekcha to'g'rining xabar qilishicha, Tojikiston parlamenti Xitoy bilan imzolangan jinoyatchilarni qaytarib berish kelishimini tasdiqlagan. Kuzatuvchilar buning uzundan buyon Uyg'urlarning peyda yurgan Xitoy uchun fursat bo'lganligini ilgari surmoqda. Buning bilan Xitoy butun O'rta Osiyo davlatlari bilan Uyg'ur musulmonlarini qaytarib berish kelishimi imzolashni tamomladi. Ig'ilishcha, hozir Tojikistonda 3 nafar Xitoy fuqarosi tutib turilmoqda. Xitoy chet ellarda yashayotgan Uyg'ur faoliyatchilarini terrorlik, bo'lgunchilik degan bahonalar bilan qaytarib ketishga urinmoqda. Hurmatli televizor ko'rguvchilar, shunday qilib bu haftalik Istiqlol xabarlari programmamiz bu yerda oxirlashdi. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.